Nefchi o'rtasidagi o'yindan keyingi matbuot anjumanimizni ikkinchi qismini davom ettiramiz va unda Andijon jamoamiz ustozi Islom Ahmedov ishtirok etyapti. Islom G'ulamovich, dastlab bugungi bellashuv borasidagi fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Biz qo'llab kelgan muxlislarimizdan uzr so'raymiz. Juda ham bugun alamli mag'lubiyatga uchradik. Bizni qo'llab kelayotgan muxlislarimiz oldida juda ham uyatdamiz. Ochig'i, o'yinga keladigan bo'lsak, qizil kartochkaga chor hammasi bizni tizginimiz ostida. Ya'ni o'yinni polniy nazorat qilyotgandik, to'p nazorati ham, hujumlarimiz ham bo'layotgandi. Shu bitta qizil kartochka o'yinning boshida shu hammasini, ya'ni o'yinimizni, rejalarimizni buzib yubordi. Ya'ni u joyda to'ldirgunimizcha orqasidan gol yedik, birinchi golni o'tkazib yubordik. Shu bilan jicha o'yin tizginini berib qo'ydik. Savollar. Mag'lubiyatning asosiy sababchisi kim deb o'ylaysiz? Endi aniq baribir mag'lubiyatga uchragandan keyin murabbiy aybdor bo'ladi. Bu yerda qo'ldan kelgancha tayyorgarlik ko'rdik, tayyorladik, boshqa qildik. Yomon ketmayotdi. Birinchi taymda yomon o'ynamadik. Hujumlarimiz ko'p bo'ldi, boshqa bo'ldi. To'plarni nazorat qildik. Endi ikkinchi taymda boshida o'sha kutilmaganda qizil kartochka hamma rejalarimizni buzib yubordi. Endi bu yerda aynan u o'yinchimiz ham ate qildi deb ayta olmaymiz. Chunki baribir emotsiyada boshqada balki o'zini to'xtata olmagandir, lekin baribir futbolistlarimiz professional bo'lishi kerak, qayerdadir hammasi o'zini boshqarishni ham bilish kerak. Bu emotsiyada bo'ldi u kartochka. Shu bilan nima qilish? Qolgan joyda futbolistlarimiz borini berdi, ularni bir ayblash noto'g'ri. To'g'ri-ku, o'sha bitta golli qizil kartochka butun o'yinni o'zgartirib yubordi, jamoaning butun tayyorgarligini. O'zi qarasak, oxirgi o'yinlarda qizil kartochka ko'payyapti jamoamizda. O'tgan safar ham shu savolni bergandik. Shu aynan qizil kartochka olmaslik bo'yicha bir qandaydir tayyorgarlik, ruhiy tayyorgarlikmi yo bir shunaqa olib boriladimi jamoada? Endi bu baribir futbol emotsiyalarga boy. Biz baribir tushuntiramiz, gapiramiz, baribir qayerdadir futbolistlar ham o'zini boshqarishni bilish kerak. Har doim ham ularni baribir chekkadan turib biz bosishimiz haligi eshitilmaydi, baribir o'zini bosishi, boshqa qilishi, harakatlari. Futbolistlar maydonda o'zini boshqara bilish kerak. Endi o'yinchilarimiz ham ateq qilmayapti, ateq qildi deb o'ylamayman. Endi emotsiyada bo'lib ketdi shunaqa holat. Andijon jamoasi qisqa ta'tilgacha yaxshi o'yin namoyish etib borayotgandi, lekin qisqa ta'tildan so'ng mana 6 ta tur o'tdi, lekin jamoada 5 ochko bor. Bu murabbiylar shtatini qandaydir holatlarda o'ylantirmayaptimi 6 ta o'yinda 5 ochko olishlik? Yo'q, albatta. Endi izlanyapmiz, kamchiliklar ustida ishlayapmiz, boshqa bo'lyapti. Ko'rib chiqamiz. Endi o'yin tomonlamada unaqa yomon o'yin ko'rsatmayapmiz, lekin shu oxir natija, ya'ni yakuniy bo'yicha bizda muammolar bo'layotdi. Mana hozir hujumchi oldik, bugun yomon o'ynashmayotdi yigitlar. Hujumlarimiz bo'layotdi, boshqa bo'layotdi. Polniy o'yinni nazorat qilyotdik, shu qizil kartochkaga uchur. O'yindan oldin Shohmalik Komilov bilan suhbatlashganmiz. Unda hech qanday jarohat yo'qligi, lekin bugungi uchrashuvda qaydnomaga kiritilmaganligi to'g'risida o'qidik. Bu holat bo'yicha nima deb tushuncha berasiz? Bizda nimaga 20 ta o'yinchi kiritiladi, ya'ni qaydnomaga. Bu yerda hamma o'yinchilarga, ya'ni imkoniyat beramiz. Mashg'ulot joyida kuzatib boramiz va haligi har bir chiziqqa baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi nima qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'yinchilar qoldirishimiz kerak bo'ladi. Himoyaga ikkitadan chiqmasa, o'rta chiziqlarda bizda hozir raqobat juda ham kuchli, ko'pligi uchun, shuning uchun bu safarcha Shohmalikka dam berishga harakat qildik. Nimaga? Shohmalik oxiri bizda zborimiz yakunlanayotganda qo'shildi. Hali to'liq o'yin uslubimizni hali to'liq tushunib yetgani yo'q. Shuning uchun unga dam berib turdik. Bugungi o'yindagi mag'lubiyatni omad bilan bog'laysizmi? Ya'ni o'sha nechta vaziyat yaratilgan bo'lsa ham, afsuski darvozadan hadeganda to'p joy olmadi. Hattoki
bir marta ishdan ketaydi, bir marta himoyachilar qaytarib qoladigan bir vaziyatda darvozabon qaytarib qoldi. Omaddan ko'ra taqdirot, ya'ni taqdir deb o'ylaymiz. Ya'ni harakat qildik, boshqa qildik. Bugun shu yutkazish peshonamizga yozilgan ekan, yutkazdik. Omaddan ko'ra ko'proq taqdir shunaqa. transfer oynasida Nodirxon Ne'matxonov jamoaga qabul qilindi, lekin oradan ma'lum bir kun o'tgandan keyin yana jamoa bilan shartnomani bekor qildi. Bu nima holatga keltirib? Undan tashqari yana bitta iqtidorli yosh darvozabon Ne'matjon Rustamjonovning jamoadan ketishligiga sabab nima bo'ldi? Nodirxon Ne'matxonovda ya'ni Qizilqumdan yaxshi taklifmi, aniq taklif deymizmi, ya'ni o'yin borasida, o'yin amaliyoti bo'yicha ular aniq nima qilishgan, taklif berishgan, ya'ni o'ynatamiz deb. Bizda aytganimizdek raqobatlik uchun shunaqa biz nima qilganmiz, shuning uchun tavakkal qilmasdan, ya'ni ko'proq o'yin amaliyoti bo'ladigan joyga o'zi tanladi. Rustamjonovni bilmayman, rahbariyat 6 oyga kelishilgan ekan, shu 6 oydan keyin yana qaytib ketish bo'yicha. Shuning uchun uni respublika nimasiga qaytarib olish. Tanaffusdagi transferlardan o'zingizga ko'nglingiz chiqdimi? Transferda ochig'i o'yinchilar bor edi, ko'pchiligi bor edi ro'yxatimizda, lekin ularni hammasini ham ola olmadik ochig'i. Kuchaytiradigan, raqobat qiladigan shunaqa o'yinchilar bor edi. Ular bilan gaplashdik oxirgi kungacha, 10-kungacha ular bilan aloqada bo'ldik, ya'ni harakat qildik olishga, lekin ololmadik ochig'i. Bitta yaxshi Rustam Turdimonov bilan qoldik. Yana shu transfer oynasiga bog'liq. Nefti jamoasiga Izzatilla Po'latov masalasi bo'yicha aloqaga chiqqan ekansizlar. Rahbariyati, murabbiylar shtabi Izzatilla Po'latovni jamoadan, ya'ni Andijon jamoasiga qo'yib olish to'g'risida ular rozi bo'lgan ekan, lekin oxirgi holatlarda Andijon jamoasi bu taklifni rad etibdi. Bunga munosabatingiz qanday? Bu narsalarda ochig'i rahbariyatlarimiz hal qiladi, rahbariyat kelishib. Lekin baribir bosh murabbiy sifatida siz o'yin amaliyotiga siz javob berasiz, natija javob berasiz. O'ziga yoqqan o'yinchini Andijon jamoasiga taklif bo'yicha rahbariyatga tushuntirsangiz bo'lmasmidi? Endi tushuntirdik, boshqa qildik, ayrim endi jihatlari bilan ma'lum sabablarga ko'ra ola olmadik. Harakat qildik, rahbariyat ham harakat qildi, ayrim sabablarga ko'ra ola olmadik. Nima bilan bog'liq bilmayman. Demak, matbuot anjumani yakuniga yetdi. Islom